Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan Xudo barcha narsalardan o'zgacha degan mavzuda gaplashmoqchiman. Buning uchun bir nechta oyatlarni ko'rib chiqamiz. Hozir Ayub 5-bobini 8 va 9 oyatlarini o'qiymiz. Men Xudoga intilgan bo'lar edim. O'z arzimni Xudoga aytgan bo'lardim. U shunday buyuk ishlar qiladiki, ularga insonning aqli yetmaydi. Xudo ko'rsatgan mo'jizalarning son-sanog'i yo'q. Demak, bu yerda ko'rib turganimizdek, Xudoni ko'rsatgan mo'jizalarni yoki bajargan mo'jizalarga son-sanog'i yo'q. Ya'ni uni sanashga bizni qurbimiz yetmaydi deyapti bu yerda. Shu bilan birga uning buyuk ishlarini biz o'z aqlimiz bilan yoki ongimiz bilan anglay olmaymiz. Va nafaqat uning buyuk ishlari va balki Xudoning tabiatini, uning sifatlarini, uning bizga bergan ne'matlarini ham, uni bilimi, donoliklarini ham biz oxirigacha yetib tushunib ololmaymiz. Shuning uchun Xudo haqida gaplashganimizda, uchburlik haqida gaplashganimizda birinchi o'rinda shu narsaga e'tibor berish kerakki, biz Xudoni tabiatini aqlimiz bilan anglab yetolmaymiz. Qaysidir darajada tushunishga harakat qilib tushunishimiz mumkin, judayam kichkina darajada, lekin 100% albatta biz uni tushuna olmaymiz. Endi esa yana Ayub shu kitobda qolamizda 9-bobini ko'rib chiqaylik. 9-bobda yana 3 oyat o'qiymiz, 10dan 12gacha. Inson aqli bovar qilmaydigan buyuk ishlar qiladi Xudo. U qilgan mo'jizalarning son-sanog'i yo'qdir. Boya gapirilgan gap yana qaytarilyapti. U yonginamdan o'tib ketsa ham men uni ko'ra olmayman. Nimaga? Chunki Xudoni tabiati jismoniy emas, balki u ruh, shuning uchun u ko'zga ko'rinmaydi. Va nafaqat ruh bo'lganligi, balki bizdan ham ancha yuqori bo'lganligi uchun albatta u endi Xudo bo'lgandan keyin bizdan yuqori bo'ladi. Shuning uchun yonimizdan o'tib ketsa ham biz bilmaymiz. Ya'ni masalan kimdir yoningizdan o'tib ketsa, o'tganini sezasiz odamlardan yoki hayvonmi nima bo'lmasin. Ya'ni yon atrofingizda bir narsa sodir bo'layotgan bo'lsa, ko'pincha nima bo'layotganligini tushunasiz. Bitta odam avtobus orqasiga yugurib ketdi, oldingizdan qaraysizda nimaga yugurganini tushunib olasiz. Avtobus yaqinlashayotgan bo'lsa, bekatga odamlar yugurish boshlasa, avtobusga ulguryapti deb o'ylaysiz. Va ko'pincha to'g'ri o'ylagan bo'lasiz. Lekin Xudo bitta ish qilaman desa, yonimizdan o'tib ketsa ham ko'rmaymiz ham, nima qilmoqchi bo'lganligini ham bilmaymiz, tushunmaymiz ham. O'z yo'lida davom etib ketaveradi. Uning o'tganini payqamay qolaman. Ya'ni o'tganini ham bilmayman, nimaga o'tdi, u yoqqa o'tdimi, bu yoqqa o'tdimi, nima qilmoqchi bo'lganligini ham bilmayman deyapti. Ya'ni biz Xudoni o'rganmoqchi bo'lganimizda shunga e'tibor berishimiz kerak. Biz uni 100% bu o'z tanamizda bo'lganimizda, shu dunyoda bo'lganimizda 100% uni tushuna olmaymiz, anglay olmaymiz. Endi yana boshqa oyatni ko'ramiz. 11-oyat, 11-bobdan 7-oyat. Xo'sh, Xudoning sirlarini anglay olasanmi? Qodir Xudoning komilligini bila olasanmi? Yana keyingi 2 oyatni 8-9 ham o'qiydigan bo'lsak, shunday deyapti bu yerda. Xudoning donoligi osmondan ham yuksakdir. Ya'ni bu balandlikni bildiradi. Sen nima qila olarding? Xudoning donoligi o'liklar diyoridan ham chuqurroqdir. Bu endi boshqa yo'nalishni ko'rsatyapti. Tepaga, osmondagi tepalikka ham o'tib ketadi. Pastga, o'liklar diyori, do'zax haqida gapirganda pastda deb tushunilgan, undan ham chuqurroq. Xudoning donoligi, sen nima bila olarding? Uning o'lchami yer tevaragidan ham uzunroq. Endi bu yerda tevaragi degan so'zi yo'q, adashmasam uzunroq degan so'z bor endi. Ya'ni boya ko'rganimizdek osmon bu balandlikka ko'rsatyapti, o'liklar diyori pastdagi chuqurlik haqida gap ketdi.
Endi esa uzunlik haqida gap ketyapti. Dengizdan ham kengroqdir. Bu yerda esa kenglik haqida gapirilyapti. Ya'ni tepagami, pastgami, chapgami, o'ngami, chuqurgami, tepagami agar e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, baribir ham Xudoning donoligi va bilimi undan ham balandroq, undan ham chuqurroq, undan ham kengroq, undan ham uzunroq bo'lib chiqar ekan. Demak, shundan ko'rib turibmizki, Xudoning tabiatini, donoligini, bilimini biz tushunib ololmaymiz oxirigacha, lekin bu bilan endi o'tirib hech narsa qilishimiz kerak emas, tushunishga harakat qilishimiz kerak emas, kalomini ham o'qish kerak emas degan gap emas. Bu noto'g'ri xulosa. Lekin bizni o'zimizdan qo'limizdan kelgancha bizga ochilganicha harakat qilishimiz kerak albatta. Lekin o'sha harakat qilganimizda biz oxirigacha yeta olmasligimizni tushunishimiz kerak. Xudo kelib seni qamoqqa tashlasa yoki hammani hukmga yig'sa, kim uni to'xtata olardi? Albatta u yolg'onchilarni biladi, yovuzlikni ko'rganda e'tiborga oladi-ku. Bu yerda gunohkorlarni yovuzlikni ko'rganda e'tiborga oladi emas, bu yerda yovuzlikni yoki gunohkorlarni tekshirib o'tirmasdan biladi deyapti. Ya'ni masalan, odamlar sudga borib tekshirib, keyin sudda isbotlagandan keyin gunohkorligini, ya'ni gunohini, aybini bo'yniga oladi yoki bo'yniga qo'yishadi, lekin Xudoga unaqangi tekshirib o'tirish kerak emas, u allaqachon biladi degan gapni bu yerda ko'ryapmiz. Endi yana boshqa joylarni agar ko'radigan bo'lsak, Zabur kitobidan ko'ramiz. 138. Butun agar shu Zaburni o'qisangiz, 138-sanoni juda ham qiziq, Xudoning sifatlarini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Lekin biz agar hozir 6-oyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, uning donoligi yoki bilimi men uchun juda ajoyibdir. Ya'ni ajoyib deganda biz unga yeta olmasligimizni ko'rsatilgan. Hamda bu yerda keyin shu qadar yuksakki men anglay olmasman deyapti. Ko'rib turganimizdek uning donoligi, bilimi, tabiati bizga qo'limiz ham, aqlimiz ham yetmaydigan joyda joylashgan. Yana bitta qiziq narsaki, odamlarni o'zlari to'qib chiqargan dinlarni qarasangiz, ularni xudosini tushunish oson. Nimaga? Chunki ularni inson o'ylab topganda, haqiqiy xudo esa uch birlikda xudo bo'lganligi uchun ko'pchilik aytadi, qiyin unaqa nima deydi, bizni xudoyimiz oson, sizlarniki qiyin, demak bizni oson bo'lgani uchun bizniki to'g'ri deyishadi-da. Lekin to'g'riligi unga bog'liq emas. Agar biz o'zimiz aqlimiz bilan tushuna olsak, oson bo'lsa, demak u xudo emas. Biz xudodan baland bo'lib chiqamiz agar uni tushunsak 100%. Shuning uchun biz oxirigacha tushunmasligimizni ko'rsatganimizni o'zi ham biz ishongan xudoni haqiqiy xudo ekanligini isbotlaydigan dalillardan biri bo'ladi. Yana endi biz bir nechta oyatlarni ko'rib chiqamiz. Endi esa Ishaya 40-bobni ko'ramiz. 28-oyat. Nahotki bilmaysan, nahotki eshitmagansan, egamizning o'zi abadiy Xudo-ku. Butun olamni u yaratgan-ku. U charchamaydi, holdan toymaydi, uning donoligini bilib bo'lmaydi. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek donoligini yoki uni bilimini biz bilib olmaymiz oxirigacha. Shunga o'xshagan fikr yangi ahdda ham bor. Rimliklarni agar qaraydigan bo'lsak, 11-bob va 33-oxirgi oyatlardan biri Xudoning donoligi va bilimi naqadar boy va chuqurdir. Uning hikmatlarini kim tushunib yetadi? Uning yo'llarini kim sinchiklab tekshira oladi? Kim egamizning fikr-zikrini bila oladi? Kim unga maslahat bera oladi? Demak, agar biz Xudoni bilganimizda edi, u unaqa bo'ladi yoki bunaqa bo'ladi deb ayta olganimizda, biz Xudoga xuddi maslahat bergandek yoki uni fikrini, zikrini bilganimizdek o'zimizni tutgan bo'lamiz. Bu esa noto'g'ri. Ya'ni haqiqiy Xudoni oxirigacha biz tushunib yeta olmaymiz. Shuning uchun bir nechta shu oyatlardan ko'rganimizdek, uning bilimi, donoligi, tabiatini qanchalar biz tushunib yeta olmasligimizni, qanchalar yuksakligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Endi esa yana keling bitta Efesliklarga
maktubini ko'rib chiqaylik. Efesliklar 3-bob 19-oyatda shunday deyilgan: sizlar ildizi chuqur daraxtday bo'ling, Xudoning sevgisi sizlarni barqaror qilsin. Xudoning barcha azizlari bilan birga Masihning aql bovar qilmas sevgisi, ya'ni sevgisi aql bovar qilmas ekan, ya'ni sevgisini, Xudoning sevgisini, Masihning sevgisini aqlimiz bilan tushuna olmaymiz, chunki uning sevgisi undan ham yuqori, ya'ni bizni intellektimiz, aqlimizdan yozilgandek qanchalik keng, qanchalik cheksiz, qanchalik yuksak va teran ekanligini to'la anglab bilim olinglar. Shunda hayotingiz Xudoning kamolotiga to'lib toshadi deyapti. Ya'ni biz qanchalik uni tushunmasligimizni anglasak, ko'rib turganingizdek bilib olganingizdan keyin o'shanda uni kamolotiga to'lasiz deyapti. Nimaga? Chunki uni oxirigacha tushunish kerak emas bizga. Uni shunday sevishini bilsak, uni donoligini, bizdan ko'proq bilimga egaligini bilsak, tan olsak, ishonsak, shuni o'zi yetarli. Va shu hozir keltirilgan oyatlarni albatta biz hozir o'qisak, rostdan ham shunaqaligini tushunamiz. Ya'ni bilimsiz ishonch emas bizda, bilim bor, lekin 100% emas demoqchiman-da. Chunki bizni aqlimiz cheklangan bo'lganligi uchun biz shu narsaga yetib ola olmaymiz. Cheklanganligi uchun, Xudo esa cheksiz bo'lganligi uchun biz uni tushuna olmaymiz. Filippiliklarga 4-bob va 7-oyatni ko'ramiz. Shunda Xudo beradigan inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y hayollaringizni qo'riqlaydi. Ya'ni bizni xayolimizga yoki aqlimizga, ongimizga sig'maydigan tinchlik bor ekan. Xudodan Iso Masih orqali bizga beriladi. Uning o'zi ham aytgandiki, men sizlarga tinchligimni beraman. Bu dunyo kabi emas, balkim boshqacha qilib beraman degandi. Ya'ni ko'rib turganimizdek Xudoning sevgisi, tinchligi, bilimi, donoligi va tabiati bizning ongimiz uchun haddan tashqari yuqorida joylashganligi uchun biz uni tushunib yetolmaymiz. Shuning uchun qaysidir joygacha biz aqlimizni ishlatib tushunishga harakat qilamiz. Undan keyin esa biz ingliz tilida leap of faith deyiladi, ya'ni iymonning sakrashi bo'lsa kerak. Bir sakraganda, qattiq masalan ariq ustida sakramoqchi bo'lamiz, shunga o'xshagan, ya'ni biz o'zimizni qobiliyatimiz, tabiatimiz, aqlimiz bilan qaysidir darajagacha yetishimiz mumkin. Kalom o'qiymiz, kitoblar o'qiymiz-da. Lekin keyin Xudoning tabiati, uning bilimi, ya'ni ko'p narsalar bizdan yuqori bo'lganligi uchun qolgan joyini, qolgan masofasini, ya'ni yetolmagan masofani ishonch bilan yengib o'tamiz demoqchiman-da. Ya'ni ishonch bilan o'sha joyga erishamiz. Albatta endi Xudo bilan bo'lganimizda kalomda shunaqa joylar borki, bizga o'sha oldin bilmagan narsalarimiz oydin bo'ladi, bizga o'rgatiladi. Lekin ungacha hali biz cheklangan tanada bo'lganligimiz uchun cheksiz Xudoni 100% demak tushunib ola olmas ekanmiz. Bu esa Xudoni uch birlikda ekanligini bir taraflama tasdiqlaydi, ikkinchi taraflama esa shu narsani e'tiborga olib esda saqlashimiz kerak. Uch birlik agar ta'limoti bizga, hayolimizga sig'masa, demak bundan hayron qolishimiz kerak emas. Chunki Xudoning tabiati shunaqa. Biz uchun haddan tashqari yuqori. Demak, Xudo hamma narsalardan, barcha narsalardan, barcha kimsalardan ham o'zgacha bo'lganligi uchun shu narsani kalomda ham ko'rsak bo'ladi. Shu bilan videoni shu yerda tugataman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Kanalim haqida, videolar haqida boshqalarga bemalol gapirib tarqatishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.